Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz 40 yoshdan 65 yoshga yoki undan kattaroq bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Chunki biz gapiradigan ma'lumotlar sizning kelajakdagi farovonligingizga, pensiyangizga, nafaqangizga bevosita ta'sir qiladi. Bu shunchaki bir video emas. Bu sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan ogohlantirish va qo'llanma. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zni o'zlashtirishga harakat qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotlar ko'proq insonlarga yetib borishi uchun juda muhimdir. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda mamlakatimizdagi pensiya ta'minoti tizimida juda katta o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Bir paytlar, ya'ni sobiq tuzum davrida va hatto undan keyingi dastlabki yillarda pensiya tizimi ancha sodda va tushunarli edi. Ko'pchilik odamlar davlat ishida ishlagan, mehnat daftarchalari tartibli yuritilgan va ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng belgilangan yoshda pensiya chiqishlari kafolatlangan edi. Pensiya miqdori asosan ish staji va maoshga bog'liq bo'lib, bu jarayon ko'pchilik uchun oddiy va tushunarli hisoblanardi. Odamlar o'z kelajaklari haqida bugungidek chuqur o'ylashga majbur emas edilar. Chunki tizim nisbatan barqaror va deyarli avtomatik ishlardi. Odamlar shunchaki ishlashgan, maosh olishgan va o'z vaqtida pensiyaga chiqib, umrlarining oxirigacha davlat g'amxo'rligida bo'lishgan. Bu davrda ijtimoiy himoya tizimi markazlashgan va har bir fuqaroni to'liq qamrab oluvchi mexanizmga ega edi. Garchi ayrim hollarda pensiya miqdorlari har doim ham hayot darajasiga mos kelavermasdi. Ammo bugun vaziyat butunlay boshqacha. Zamonaviy iqtisodiyot va demografik o'zgarishlar pensiya tizimini qayta ko'rib chiqishga, uni yanada moslashuvchan va barqaror qilishga majbur qildi. Yangi islohotlar pensiya hisoblash usullarini, stajga qo'yiladigan talablarni va hatto pensiya yoshini ham o'zgartirishi mumkin bo'lgan jiddiy mexanizmlarni joriy etmoqda. Endi shunchaki ishladim degan gapning o'zi yetarli emas. Sizning mehnat faoliyatingiz qonuniylashtirilgan bo'lishi, tegishli to'lovlar muntazam ravishda amalga oshirilgan bo'lishi va barcha hujjatlar joyida bo'lishi shart. Ko'plab odamlar yillar davomida norasmiy sektorda ishlaganlar, chet elga borib kelganlar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar, ammo o'zlarining pensiya badallarini o'z vaqtida to'lamaganlar. Aynan shu toifadagi fuqarolar uchun bugungi ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega, chunki tizim o'zgargani sababli eski qoidalar endi ishlamasligi mumkin va sizning kelajakdagi pensiyangizning miqdori, hatto unga bo'lgan huquqingiz ham shubha ostida qolishi mumkin. Pensiya ta'minot tizimining murakkablashuvi va uning iqtisodiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liqligi har bir fuqarodan o'z kelajagiga mas'uliyat bilan yondashishni talab qilmoqda. Asosiy qism B. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olish kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Avvalo, har bir fuqaro bilish kerak bo'lgan eng muhim ma'lumot bu O'zbekistondagi amaldagi pensiya yoshi va mehnat staji talablari. Hozirgi kunda erkaklar uchun umumiy belgilangan pensiya yoshi 6 yoshni, ayollar uchun esa 25 yoshni tashkil etadi. Pensiya olish huquqini beruvchi minimal mehnat staji erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun esa 20 yilni tashkil etadi. Bu raqamlar sizning pensiya olishingiz uchun eng asosiy mezonlardir. Agar sizda shu yoshga yetganingizda belgilangan minimal staj mavjud bo'lmasa, siz mehnat pensiyasini olish huquqiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Bunday holatda siz faqat ijtimoiy nafaqa olishingiz mumkin. Uning miqdori esa mehnat pensiyasiga nisbatan sezilarli darajada kamroq bo'ladi. Pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Bu juda murakkab jarayon, ammo soddalashtirib aytadigan bo'lsak, u sizning mehnat stajingiz davridagi o'rtacha ish haqingiz va to'lagan badallaringiz miqdoriga bevosita bog'liq. Tizim shunday ishlaydiki, sizning rasmiy ish joyingizdan pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda to'langan ijtimoiy to'lovlar hisobga olinadi. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz yoki badallarni to'lamagan bo'lsangiz, bu davrlar pensiya hisob-kitobida inobatga olinmaydi. Demak, pensiyangiz miqdori kamayadi yoki siz umuman pensiya huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? 1. Mehnat staji parchalangan shaxslar. Bu toifa ko'pincha turli ishlarda ishlagan, ular orasida uzoq tanaffuslar bo'lgan yoki ba'zi ish joylarida rasmiy ro'yxatdan o'tmagan shaxslardir. Masalan, bir necha yil zavodda ishlagan, keyin bir necha yil dehqonchilik bilan shug'ullangan, undan so'ng savdo-sotiqda norasmiy band bo'lgan shaxslar.
ularning mehnat daftarchalarida barcha davrlar to'liq aks etmasligi mumkin. Misol Ahmad aka 28 yoshda. U umrining 25 yilini rasmiy ishda o'tkazgan, lekin so'nggi 10 yilda Rossiyada norasmiy ishlagan. Uning Rossiyadagi mehnat faoliyati O'zbekiston pensiya tizimida aks etmaydi. Chunki u yerda rasmiy to'lovlar O'zbekiston pensiya jamg'armasiga yo'naltirilmagan. Aham aka pensiya yoshiga yetganida uning faqat 25 yillik staji hisobga olinadi. Holbuki uning umumiy ishlagan yillari 35 yil. Bu esa uning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qiladi. Agar u Rossiyada ham rasmiy ishlaganida va pensiya to'lovlarini amalga oshirganida uning umumiy staji oshib, pensiyasi ham sezilarli darajada ko'payishi mumkin edi. Shuningdek, 25 yillik staj bilan ham uning pensiyasi minimaldan yuqori bo'lishi uchun maoshi yuqori bo'lgan davrlar hisobga olinishi kerak. Agar u keyingi 10 yil davomida O'zbekistonda rasmiy ishlaganda, uning pensiya miqdori ancha yuqori bo'lar edi. 2. Norasmiy band bo'lgan yoki chet elda ishlagan shaxslar bu juda keng tarqalgan holat. Ko'plab fuqarolarimiz yillar davomida chet elda ishlashadi yoki mamlakat ichida norasmiy, qog'ozda rasmiylashtirilmagan ishlarda band bo'lishadi. Ularning bu davrlari mehnat stajiga kirmaydi va pensiya uchun badallar to'lanmaydi. Bu esa kelajakda ularning pensiya huquqiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Misol 2. Dilfuza opa, 25 yoshda. U 25 yil zavodda ishlagan, so'ngra 20 yil davomida uy bekasi bo'lgan. Hozir u pensiyaga chiqishni rejalashtirmoqda. Afsuski, Dilfuza opaning 15 yillik rasmiy staji ayollar uchun belgilangan minimal 20 yillik stajdan kam. Shuning uchun u mehnat pensiyasini olish huquqiga ega bo'lmaydi va faqat ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Ijtimoiy nafaqa esa mehnat pensiyasiga nisbatan juda kam miqdorda bo'ladi. Agar u o'z vaqtida o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiylashtirib, ixtiyoriy ravishda pensiya badallarini to'laganida edi, bugun bu muammoga duch kelmas edi. Ushbu vaziyat uning moliyaviy barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Pensiya yoshiga yaqinlashgan, ammo staji yetarli bo'lmaganlar, bu toifaga tegishli shaxslar o'z vaqtida pensiya tizimiga e'tibor bermagan bo'lishlari va pensiya yoshiga yaqinlashganlarda stajlari yetarli emasligini anglab yetishlari mumkin. Ularda pensiya yoshiga yetguncha qolgan vaqtda stajni to'ldirish uchun juda oz imkoniyat qoladi. Misol O'chi, Jasur aka 45 yoshda. U doim rasmiy ishlagan, lekin maoshi hech qachon yuqori bo'lmagan. U pensiyasi juda kam bo'lishidan xavotirda. Jasur aka bu holatda pensiya miqdoriga qanday ta'sir qilishini tushunish kerak. Pensiya hisob-kitobida ayniqsa so'nggi yillardagi maoshlar va to'langan badallar katta ahamiyatga ega. Agar Jasur aka pensiyaga chiqishdan oldingi so'nggi 5 yil davomida maoshini rasmiylashtirib, badal to'lovlarini ko'paytirsa, uning pensiya miqdori sezilarli darajada o'sishi mumkin. Shuningdek, u MyBotkov o'z portali orqali o'zining pensiya hisobvarag'idagi badallar holatini muntazam tekshirib turishi kerak. 4. Pensiya hisoblash usullarini noto'g'ri tushunganlar, yangi hisoblash mexanizmlari, ayrim imtiyozlarning bekor qilinishi yoki o'zgarishi ko'pchilikni chalg'itishi mumkin. Bu esa pensiya miqdori bo'yicha noto'g'ri kutishlarga olib keladi. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Uzoq muddatli va uzluksiz rasmiy ish stajiga ega shaxslar. Kimki hayotining ko'p qismida davlat yoki rasmiy tashkilotlarda uzluksiz ishlagan bo'lsa, ularning mehnat daftarchalari tartibli bo'lsa va maoshlaridan muntazam badallar to'langan bo'lsa, ular nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning staji va badallari to'liq hisobga olinadi. 2. Muntazam ravishda badal to'lovlarini amalga oshirganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki o'z-o'zini band qilgan shaxslar qonuniy ravishda o'zlarining ijtimoiy soliqlarini va pensiya badallarini to'lab kelayotgan bo'lsa, ularning staji va pensiya miqdori kafolatlangan bo'ladi. Allaqachon pensiyaga chiqqan fuqarolar odatda amaldagi qonunchilikka ko'ra pensiyaga chiqqan fuqarolarning pensiya miqdori yangi islohotlar tufayli kamaytirilmaydi. Aksincha, inflyatsiya va mamlakat iqtisodiyotidagi o'sishni hisobga olgan holda pensiyalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi va oshirib boriladi. Misol 4. Muborak opa 62 yoshda allaqachon pensiyaga chiqqan. Yangi islohotlar haqida eshitib, pensiyasi kamayishidan xavotirda. Muborak opaning xavotirlari asossiz. Odatda qonunchilik allaqachon belgilangan pensiyalarni himoya qiladi va ularni kamaytirishga yo'l qo'ymaydi. Aksincha, davlat tomonidan belgilangan minimal pensiya miqdorlari vaqt-vaqti bilan oshirib boriladi. Shu bilan birga,
uning pensiyasi miqdori inflyatsiyani hisobga olgan holda muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi va oshiriladi. Shu sababli u o'zining bugungi pensiyasi miqdori kelajakda ham kamaymasligiga ishonishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Pensiya tizimi ba'zan juda murakkab bo'lib, unda umumiy qoidalardan tashqari bir qator istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan saqlab qolishi mumkin. Istisnolar. Imtiyozli pensiya shartlari. Ayrim kasb egalari, masalan, zararli va og'ir sharoitlarda ishlaganlar, shuningdek ko'p farzandli onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ularning vasiylari umumiy qoidalardan oldinroq yoki kamroq staj bilan pensiyaga chiqish huquqiga ega. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan ayollar belgilangan pensiya yoshidan 5 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin. Shuningdek, kasalligi tufayli yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga belgilangan stajga ega bo'lish sharti bilan nogironlik pensiyasi tayinlanadi. Bu toifadagi fuqarolar o'zlarining imtiyozli shartlarini pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan aniqlashtirishlari shart. 2. Ijtimoiy nafaqa va mehnat pensiyasining farqi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mehnat staji yetarli bo'lmagan fuqarolar mehnat pensiyasi o'rniga ijtimoiy nafaqa olishlari mumkin. Ijtimoiy nafaqa miqdori odatda davlat tomonidan belgilangan minimal pensiyadan kamroq bo'ladi va u fuqaroning ishlaganligini emas, balki uning ijtimoiy himoyaga muhtojligini aks ettiradi. Bu ikki turdagi to'lovni aralashtirib yubormaslik kerak. Mehnat pensiyasi uchun ishlangan va badal to'langan davrlar hisoblanib, ijtimoiy nafaqa uchun esa asosan yosh va ehtiyoj hisobga olinadi. Muddatli pensiya ta'minoti ba'zi hollarda, masalan, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolariga ma'lum muddatga pensiya tayinlanishi mumkin. Bu ham o'ziga xos istisno bo'lib, shartlari alohida belgilangan. Qaltis jihatlar. 1. Noma'lum manbalardan olingan ma'lumotlarga ishonish. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda pensiyalar haqida juda ko'p noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Faqatgina rasmiy manbalarga, ya'ni pensiya jamg'armasi, My.gov.uz portali yoki qonunchilik hujjatlariga asoslanish kerak. Do'st birodarlardan eshitilgan ma'lumotlar ko'pincha noto'g'ri bo'lib chiqadi. 2. Harakatni kechiktirish. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganda hujjatlarni yig'ish yoki muammolarni hal qilishga harakat qiladi. Bu esa qo'shimcha qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Chunki eski arxiv hujjatlarini topish, tasdiqlash yoki yo'qolgan mehnat daftarchalarini tiklash vaqt va kuch talab qiladi. Hamma narsani oldindan hal qilish kelajakda bosh og'rig'idan qutqaradi. 3. Eski bilimlarga tayanish. Pensiya tizimi doimiy ravishda o'zgarib boradi. Agar siz 10 yoki 20 yil oldingi qoidalarni bilib, ularga ishonib yursangiz, yangi talablarga mos kelmay qolishingiz mumkin. Muntazam ravishda yangiliklarni kuzatib borish juda muhim. Noaniq nuanslar. Hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etishning ahamiyati. Pensiya tayinlash uchun barcha kerakli hujjatlarni belgilangan muddatlarda taqdim etish shart. Birgina hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri to'ldirilish pensiya tayinlash muddatini sezilarli darajada kechiktirishi mumkin. 2. O'qish, harbiy xizmat va farzand parvarishi davrlarining hisoblanishi. Ko'pchilik oliy o'quv yurtlarida o'qigan davri, harbiy xizmat muddati yoki farzand parvarishlash ta'tilini mehnat stajiga to'liq qo'shilishi deb o'ylaydi. Biroq bu davrlarni hisoblashning o'ziga xos qoidalari bor. Ba'zi davrlar stajga kirmasligi yoki faqat ma'lum shartlar asosida kirishi mumkin. Masalan, ayollarning 3 yoshga to'lmagan farzandini parvarishlash davri jami bo'lib 6 yildan oshmagan holda mehnat stajiga kiritiladi. Bu kabi jihatlarni pensiya jamg'armasi xodimlari bilan aniqlashtirish zarur. 3. Inflyatsiyaning pensiyaga ta'siri. Pul qadrsizlanishi, ya'ni inflyatsiya pensiyaning xarid qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Garchi davlat pensiyalarni indeksatsiyalab oshirib borsa-da, ba'zida inflyatsiya sur'atlari bu o'sishdan oshib ketishi mumkin. Shu sababli pensiya bilan birga qo'shimcha daromad manbalarini yaratish yoki shaxsiy jamg'armalarga ega bo'lishni o'ylash foydadan xoli emas. My.gov.uz portalining ahamiyati. Hozirgi kunda My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali o'z mehnat stajingizni, pensiya jamg'armasiga to'langan badallaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va shaffof tizim bo'lib, o'zingizning pensiya kelajagingizni nazorat qilish imkonini beradi. Har bir fuqaro bu portaldan foydalanishni o'rganishi kerak. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Qadrli fuqarolar, endi siz
o'z kelajagingizni ta'minlash uchun konkret qadamlar haqida gaplashamiz. Bu qadamlar oddiy, ammo o'z vaqtida amalga oshirilsa, sizni ko'plab muammolardan qutqaradi. Mehnat stajingiz va badallaringizni tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mybond.gov.uz portaliga kiring. Portal orqali mehnat staji va badallar to'g'risida ma'lumot olish xizmatidan foydalaning. Bu eng oson va tezkor yo'l. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchangiz. Agar portaldan foydalanayotgan bo'lsangiz, faqat elektron imzo kerak bo'ladi. Nima uchun muhim? Bu sizning rasmiy mehnat faoliyatingiz qanday aks etayotganini va pensiya uchun badallar to'g'ri to'lanayotganini ko'rsatadi. Har qanday kamchilik yoki noto'g'rilikni aniqlab, o'z vaqtida tuzatish imkonini beradi. 2. Potensial pensiya miqdoringizni hisoblang. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ular sizning stajingiz va maoshingiz asosida taxminiy pensiya miqdorini hisoblab berishlari mumkin. Ba'zi hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlarida pensiya kalkulyatorlari mavjud bo'lishi mumkin. Nima uchun muhim? Bu sizga kelajakdagi daromadingiz haqida aniqroq tasavvur beradi va hozirdan moliyaviy reja tuzishga yordam beradi. Agar pensiya miqdori kutilgandan kamroq bo'lsa, sizda uni oshirish uchun qo'shimcha choralar ko'rishga imkoniyat paydo bo'ladi. Stajdagi bo'shliqlar yoki hujjatlardagi muammolarni bartaraf eting. Agar mehnat daftarchangizda yozuvlar to'liq bo'lmasa, oldingi ish joylaringizdan, agar mavjud bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomalari, ishga kirganlik va ishdan bo'shaganlik to'g'risidagi buyruqlar nusxalari, arxivdan ma'lumotnomalar oling. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxiv idoralariga murojaat qiling. Agar badallar to'lanmagan bo'lsa, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz yoki o'z-o'zini band qilgan bo'lsangiz, ixtiyoriy ravishda pensiya badallarini to'lash imkoniyatidan foydalaning. Bu sizning stajingizni to'ldiradi va kelajakdagi pensiyangizni oshiradi. Nima uchun muhim? Bu sizning har bir mehnat qilgan kuningiz uchun to'liq pensiya olish huquqingizni ta'minlaydi. O'z vaqtida hal qilinmagan hujjat muammolari pensiyani tayinlashni kechiktirishi yoki uning miqdorini kamaytirishi mumkin. 4. Hujjatlaringizni oldindan tayyorlab qo'ying. Kerakli hujjatlar ro'yxati: pasport, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, diplomlar oliy ta'lim davri stajiga qo'shilishi mumkin bo'lsa, harbiy bilet, harbiy xizmat davri stajiga qo'shilishi mumkin bo'lsa, tug'ilganlik haqida guvohnomalar, ko'p bolali onalar uchun ish haqi ma'lumotnomalari, so'nggi 10 yillikning istalgan 5 yilidagi ish haqi bo'yicha ma'lumotlar muhimdir. Nima uchun muhim? Pensiyaga chiqish vaqti kelganda hujjatlarni yig'ish va tartibga keltirishga kamroq vaqt sarflaysiz. Shoshilinchda xato qilish ehtimoli kamayadi. Barcha hujjatlarning nusxalarini ham oldindan tayyorlab qo'ying. Ma'lumotlardan boxabar bo'ling. Qayerdan ma'lumot olish kerak? O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini, Adliya.uz kabi qonun hujjatlari portallarini muntazam kuzatib boring. Hukumat qarorlari va farmonlari haqidagi yangiliklarni o'qib boring. Rasmiy yangilik agentliklariga obuna bo'ling. Nima uchun muhim? Pensiya qonunchiligi o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lish sizga o'z huquqlaringizni himoya qilish va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. 6. Mutaxassislar bilan maslahatlashing. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning ishingizni bilgan holda sizga aniq va shaxsiy maslahatlar bera oladilar. Hech qachon noma'lum shaxslarning maslahatlariga tayanmang. Faqatgina rasmiy idoralar va ularning vakillari sizga ishonchli ma'lumot bera oladilar. Nima uchun muhim? Har bir insonning vaziyati individualdir. Umumiy qoidalar hammaga birdek mos kelavermaydi. Shaxsiy vaziyatingizni tushuntirib, malakali mutaxassisdan maslahat olish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz sizning kelajakdagi pensiyangiz va farovonligingiz bilan bog'liq bo'lgan juda muhim masalalarni muhokama qildik. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar shunchaki statistik ma'lumotlar emas, balki har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiluvchi real omillardir. Unutmang, o'z kelajagingizni ta'minlashda eng katta mas'uliyat o'z yelkangizda. Faol bo'ling, ma'lumotlarni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring va o'z huquqlaringizni himoya qiling. Bugun qilgan harakatingiz ertangi kuningizning qanday bo'lishini belgilaydi. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va mulohazalaringizni
Shuningdek, sizni qiynayotgan savollarni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, bu ma'lumotlar ko'proq insonlarga yetib borishi va ularga yordam berishi uchun juda muhimdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.